Bugungi kunda aholining uy-joyga bo'lgan ehtiyoji ortib borayotgani sababli qurilish kompaniyalari bilan tuzilayotgan shartnomalar soni ham ko'paymoqda. Biroq amaliyot shuni ko'rsatmoqdaki, ayrim holatlarda iste'molchilar to'lovlarni amalga oshirgan bo'lsa-da, va'da qilingan shartlar bajarilmasligi, uyning belgilangan muddatda topshirilmasligi yoki boshqa muammolarga duch kelmoqdalar. Ana shunday vaziyatlarda iste'molchining huquqiy bilimi va qonun bilan kafolatlangan huquqlari, bu borada iste'molchilik ijtimoiy harakat bilan hamkorligi katta ahamiyat kasb etadi. Biz ushbu masalada o'z tavsiya va maslahatlarini berish uchun O'zbekiston Iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari Federatsiyasi Farg'ona viloyati hududiy birlashmasi mutaxassisi Shahlo Kasimovaga yuzlandik. Turli shartlarda uy-joy xarid qilayotgan yurtdoshlarimizga iste'molchilarning huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi qonunning ayrim normalarini keltirib o'tgan holda bu borada nimalarga e'tiborli bo'lishlari lozimligini eslatib o'tamiz. Qonun iste'molchilarning tovar, ish va xizmatlardan foydalanishdagi huquqlarini kafolatlaydi. Xususan, qonunning 4-moddasiga ko'ra, iste'molchi tovarning sifatiga, xavfsizligiga, to'g'ri va to'liq axborot olishga, o'z manfaatlarini himoya qilishga, yetkazilgan zararni qoplatishga bo'lgan huquqlarga ega. Uy-joy sotib olish ham xizmat munosabatlarining bir turi hisoblanadi. Shu bois qurilish kompaniyasi iste'molchiga shartnoma shartlari, to'lov tartibi, xonadonning holati, topshirilish muddati va boshqa muhim ma'lumotlarni aniq va to'liq taqdim etishi shart. Qonunning 6-moddasiga esa iste'molchining tovar haqida ishonchli axborot olish huquqi belgilangan. Demak, quruvchi tashkilot xaridorni chalg'ituvchi yoki noaniq ma'lumot bermasligi lozim. Shuningdek, qonunning 13-moddasiga muvofiq, agar xizmat shartnoma talablariga mos kelmasa yoki iste'molchining huquqlari buzilsa, u o'z talablarini qonuniy tartibda qo'yish huquqiga ega. Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda, uy-joy sotib olishdan oldin quyidagilarga alohida e'tibor qaratilish tavsiya etamiz. Shartnomani shoshmasdan o'qib chiqish, to'lov jadvali va jarima shartlarini tushunib olish, qurilish kompaniyasining litsenziya va hujjatlarini tekshirish, berilgan va'dalarni og'zaki emas yozma shaklda rasmiylashtirish, har bir to'lov uchun tasdiqlovchi hujjat saqlash. Agar iste'molchi uy-joy xaridi masalalarida o'z huquqlari buzilgan deb hisoblasa, bu borada vakolatli davlat idoralariga, shuningdek, iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari yoxud sud organlariga murojaat qilishi lozim. Uy-joy xaridi inson hayotidagi eng muhim qarorlardan biri. Bunday jarayonda huquqiy savodxonlik, shartnomani chuqur o'rganish va qonunlarda belgilangan huquqlarni bilish iste'molchilarni ko'plab muammolardan asraydi. Agar iste'molchi sifatida huquqingiz buzilsa, O'zbekiston Iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari Federatsiyasi 1091 qisqa raqamli ishonch telefoni orqali og'zaki yoki telefoningiz brauzeri oynasiga murojaat.iste'mol.uz ni terib, elektron shaklda murojaat qoldirishingiz mumkin.